Assalomu alaykum azizlar. Siz kompyuter tomografiya qildirgan bo'lsangiz yoki MRT qildirgan bo'lsangiz, sizda gamer bo'shlig'ida kista bor deb aytgan bo'lsa, ushbu rolik aynan siz uchun. Ushbu rolik davomida kista xavflimi, xavfli emasmi, qaysi holatda operatsiya qilinadi va kista rakka aylanishi mumkinmi? Shu savollarga javob berishga harakat qilaman. Men doktor Bo'tayev 15 yillik tajribaga ega lor xirurg. O'z tajribam davomida 10 mingdan ortiq operatsiyalarni amalga oshirganman. Xudo xolasa sizga ham yordam beraman. Agar siz burundan nafas olishingiz qiyinligi bo'lsa, tez-tez angina bo'lish joningizga tekkan bo'lsa, tez-tez gaymarit bo'lsangiz yoki xurrak otib nafas tiqilayotgan bo'lsa yoki burningizning shakli o'ziga yoqmasa, qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Endi gamer bo'shlig'i nima? Gamer bo'shlig'i tushunmaydigan odamlar, birinchi marta meni ko'rayotgan odamlar bo'lsa, aytishim mumkin, bu burun atrofidagi bo'shliq hisoblanadi. Bu suyakning ichidagi bo'shliq hisoblanadi va bu nafas olganimizda havo kirib chiqib turadi. Ya'ni rezerv havoni saqlab turuvchi bo'shliq hisoblanadi. U gamer degan olim hisobiga qo'yilgan yuqori jag bo'shlig'i deyiladi. Endi sizda agar nevrologik muammolar bo'lgan bo'lsa, bosh og'rigan bo'lsangiz yoki tez-tez gaymarit bo'lsangiz yoki burningizdan yaxshi nafas olmagan bo'lsangiz, qachondir kompyuter tomografiya yoki MRT yoki bo'lmasa oddiy 3D rentgen qildirgan bo'lsangiz, sizda rentgenda kista bor ekan deb aytgan bo'lsa, bu kista o'zi nima? Shu haqida gaplashamiz. Kista bu suyuqlikli qopcha hisoblanadi. Ya'ni uni ustida pardasi bor, ichida suyuqligi bor. Suyuqlikning rangi ko'pincha sariq yantar rangda bo'ladi. Endi kistani belgilari qanaqa? Ko'pincha kista belgisiz ham o'tishi mumkin. Ya'ni hech narsa bezovta qilmasligi ham mumkin. Siz boshqa sabablar tufayli bosh og'rigan bo'lsa, burningiz bitgan bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa sabablarga tufayli rentgen yoki kompyuter tomografiya qildirganingizda chiqib qolishi mumkin. Ya'ni naxotka sifatida ko'rilishi mumkin. Endi kistani katta kichikligiga qarab, u bemorni bezovta qilishi mumkin. Nima bezovta qilishi mumkin? Birinchi belgisi bu burun bitishi. Kista agar katta bo'lsa, burun bitishi bezovta qilishi mumkin. Ikkinchisi og'irlik hissi, ya'ni yuzda og'irlik hissi bo'ladi. Ya'ni egilganingizda bir narsa osilgandek bo'lib og'riydi. Ya'ni yuzni qimirlatganingizda luqqullab belgi berishi mumkin. Keyingi belgilardan biri burundan tomoqqa balg'am tushishi. Bu ham kistani belgilaridan biri hisoblanishi mumkin. Endi kista aniqlandi, tekshirdingiz, kista chiqdi. Endi nima qilinadi? Kista agar kichkina bo'lsa, u hech narsa qilmaydi. Ya'ni 1 santimetrgacha, 1-2 santimetrgacha kistalar u xavotirga soladigan narsa yo'q. U naxotka bo'ladi ko'pincha va o'zidan so'rilib ketishi ham mumkin yoki bir kun kelib kattalashishi ham mumkin. Agar kistaning razmeri 1,5 santimetrdan katta bo'lsa, unda operatsiya masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Kistaga qanday diagnoz qo'yiladi? Kista asosan MRT yordamida, MCT yordamida, rentgen yordamida yoki 3D rentgen yordamida 100% tashxis qo'yilishi mumkin. Endi tashxis qo'yilgandan keyin uni davolashga o'tiladi. Ko'pincha kista boshqa burun patologiyalari bilan birga keladi. Ya'ni allergik tumov, burun to'sig'ining qiyshayishi bilan birga keladi. Bu kasalliklar ko'pincha operatsiya bilan hal bo'lgani uchun kistani shu operatsiya davomida uni ham birga operatsiya qilish mumkin. Qaysi kistalar operatsiya qilinadi? Hajmi 1,5 santimetrdan, diametri 1,5 santimetrdan katta kistalar operatsiya yo'li bilan davolanadi. Endi burun to'sig'i qiyshiqligi bor va kista bor. Bu holatda ham operatsiya qilinadi. Yoki bo'lmasa bemorda yuqoridagi shikoyatlar, ya'ni bosh og'rig'i yoki og'irlik hissi bo'lsa, bunday bemorlarda ham operatsiya qilinadi. Yoki tez-tez gaymarit chaqiradigan bo'lsa kista, bunday holatda ham operatsiya qilinishi mumkin. Operatsiya qanday qilinadi? Operatsiya umumiy og'riqsizlantirish ostida qilinadi, ya'ni narkoz ostida qilinadi va bemorni kistasi endoskop yordamida, kameralar va shever yordamida olib tashlanadi. Operatsiya agar faqat kistani o'zi bo'ladigan bo'lsa, 5-10 minut davom etadi. Bemor statsionarda bir kun yotadi va ertasi kuni uyga javob beriladi. Endi kista rakka aylanishi mumkin. Yo'q, kista hech qachon rakka aylanmaydi. Bu o'sma hisoblanmaydi. Bu endi aytsa kista bu xavfsiz o'sma desa ham bo'ladi. Bu shilliq qavatni kattalashishidan yoki shilliq bezlarini kattalashishidan hosil bo'lgan hosila hisoblanadi. Asosan aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat. Agar sizda kista bo'lsa, maslahatimga keling, uni operatsiya yo'li bilan davolasa bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.